Do'stlar, ijtimoiy tarmog'imda, xususan Instagramda men 3 xil video joylayman. Bu she'r bo'ladi yoki futbolga oid ma'lumotlar bo'ladi va yoki nimanidir tavsiya qilaman, reklama bo'ladi. Hozirgisi birontasiga oid emas, chunki bu xolis targ'ibot. Yaqinda Dimet ilovasini prezentatsiyasida qatnashdim va yaqinda xudo xolasa juda ko'p blogerlar, jurnalistlar bilan kattaroq targ'ibot ishlari olib boriladi va men o'sha taqdimot marosimida qatnashar ekanman. Tezroq mana shuni xalqimizga ulash kerakligini tushunib yetdim. Chunki bu ilova hozirgi kunda ishoning, bizning telefonimizdagi jamiki ilovalardan ko'ra zarurroq va o'zimizga kerakliroq. Tibbiyot yo'nalishida Dimet axborot tizimi respublikaning barcha poliklinikalariga o'rnatilib, aholining yagona elektron tibbiy kartasi joriy qilindi. Namuna sifatida hozir eshitdik, Yunusobod va Olmazor tumanlarida davlat, nodavlat tibbiy tashkilotlari hamda barcha dorixonalar yagona Dimet axborot tizimi joriy etildi. Endi o'zingizning elektron tibbiy kartangiz orqali respublikaning hamma hududlarida kafolatlangan bepul tibbiy xizmat olishingiz mumkin. Endilikda poliklinika va shifoxonalar o'rtasida qog'oz tashib yurishga hojat yo'q, chunki ma'lumotlar o'zingizning elektron tibbiy kartangizda shakllanadi. Tibbiy kartangizda UZI, rentgen va laborator analizlarining natijalari yozma, rasm va video tarzida saqlanadi. Shifokor tavsiyasiga asosan dorilarni faqat elektron retsept orqali olish sizga doimiy eslatma va qulaylik bo'ladi. Shuningdek, bu orqali qalbaki doridan o'zingizni muhofaza qilasiz hamda korrupsiyaning oldini olgan bo'lasiz. Uydan turib Dimet orqali shifokor qabuliga yozilish mumkin. Ajoyibi, bu barcha imkoniyatlarni Dimet mobil ilovasi ta'minlab beradi. Raqamlashtirilayotgan zamonda yashayotgan ekanmiz. Bu ilova bizga juda ham zarur. Hattoki ishoning, telefonimizdagi boshqa pulli bo'ladimi yoki Yandex bo'ladimi, yana shunga o'xshash bo'lgan katta hajmni bajarayotgan ilovalardan ko'ra zarurroq. Chunki sog'liqsiz bironta ishni qilib bo'lmaydi va menga juda ham yoqqan tomoni prezentatsiyada aytishdi, xalq mana shu Dimetdan foydalanar ekan, tibbiy ilmga ham ega bo'lib boradi. Chunki u yerda apteka bilan aloqaligi bor, poliklinika bilan aloqaligi bor va juda ko'p joylar bitta markazga joylashtirilganligi uchun bemorning o'zi, fuqaroning o'zi mana shularning o'rtasida juda katta bazaga ega bo'lib boraveradi va boya aytganimizdek juda ko'p bordi keldilarni, xarajatlarni oldi olinadi. Hoziroq, iltimos, hoziroq Dimetni ulab oling.